Plitkachilarimizga life hack. Endi balkim ba'zilar qilar, ba'zilar qilmaydi. Men shuni o'zim o'ylab topganman. Alloh dilimga solgani shu. Men mana bu yerda o'chkab yurmayman, metrlab, haligi xitoyliklarning apparatlarini qo'yib, menga chizib yurmayman. Shunday to'ralab burchagiga loy surkayman mana. Kilaydan surkayman. Surkab turib, mana plitkani bu yerda ikkidan o'lchash kerak. Boshingiz gangib g'ovlab ketasiz, shuning uchun mana shuni shunday qo'yaman mana. Xo'p, ikkala chekkasini qo'yib olamiz. Keyin shunday devorga bosaman. Bosganimdan keyin mana plitkani orqasi. Orqa tarafidan mana shunaqa iz qoladi. Shu izni teshasiz koronkada. Plitkani koronkasida teshiladi. Haligi xato qilsangiz 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ga bormaydi. 1,5 mm yoqqa jilish mumkin. Yana shu plitkani koronkasi bilan teshib olish mumkin. Mana buni oxirgacha bu tarafdan teshilmaydi. Plitkani oxirgacha teshilmaydi. Mana da o'qi bor. O'q teshib chiqishi bilan nagi tarafdan davom ettiriladi. Haqiqiy litsevoy tarafdan davom ettiriladi. Bu yoqdan teshib boriladi-da, o'q teshib chiqadi. Nagi tarafdan plitkani, litsevoy tarafini teshib chiqishi bilan bu tarafdan teshiladi. Shunda mana shu koronkaga, podrezilnikka to'shni teshigiga to'g'ri keladi.